Assalomu alaykum hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan arab tilidagi shin harfi haqida gaplashamiz. Biz har doimgidek birinchi o'rinda shin harfini yozilish jihatiga e'tibor berib olamiz. Bu satr chizig'i. Arab tilidagi shin harfi yozilish jihatidan 4 xil ko'rinishga ega. Ya'ni bu o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham qo'l berganligi sabablisidan 4 xil ko'rinishda yoziladi. Bu shin harfini alfabetni, ya'ni alohida ko'rinishi. Alohida kelganda shin harfi shu holatda yoziladi. Bu so'zni boshida ko'rinishi uchta nuqtasi bo'ladi va o'zidan keyinga ulanib ketaveradi. Bunisi so'zni o'rtasida ko'rinishi, bu o'zidan oldingi ham va o'zidan keyingi ham ulanganligi sabablisidan mana shu holatda yoziladi. So'zni oxiriga keladigan bo'lsak, so'zni oxiridagi o'zidan oldingi qo'l beradi va alohida ko'rinish bilan yoziladi. Mana alohida ko'rinishi so'zi boshida, so'z o'rtasida va so'zning oxirida ko'rinishi. Arab tilidagi shin harfi o'zbek tilidagi shindan ozgina farq qilganligi, sh harfidan ozgina farq qilganligi sabablisidan buni mahraj va sifatlariga e'tibor berib olishimiz kerak bo'ladi. Arab tilidagi shin harfi tilimizning o'rta qismi, yuqori tanglayga ko'tarilishi orqali hosil bo'ladi. Ya'ni bizdagi sh tilni uchroq qismi yuqori old tanglayga ko'tarilish orqali hosil bo'ladigan bo'lsa, arab tilidagi shin tilni o'rta qismidan hosil bo'ladi. Bu harfning sifatlariga keladigan bo'lsak, bu harfning sifatlari hams, ya'ni jarangsiz. Tovush bachara ochiq bo'ladi, havo ko'p chiqadi, tovush past bo'ladi. Undan keyingi sifati rohova, ya'ni bu sukun bilan kelgan holatda ish ko'proq sirg'aladi. Undan keyingi sifat istifola, ingichka, ya'ni fatha bilan kelganda bu sho qilib yo'g'on holatda o'qilmaydi, balki ingichka, ingichka holatda o'qilinadi. Undan keyingi sifati infitoh, ya'ni ochiq. Ya'ni bunda tilimizning o'rta qismi yuqori tanglayda hech qanaqa siqilishi bo'lmaydi. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida hech qanaqa havo siqilishi bo'lmaganligi sabablisidan bu infitoh, ochiq bo'ladi va o'ziga xos sifati tafashshi. Tafashshi degani yoyilish degani. Ya'ni yoyilish degani bunda biz e'tibor berishimiz kerak, havo tilni boshlangandan oxiriga qarab sirg'alish natijasida hosil bo'ladi. Ya'ni bu ozgina shovqinliroq bo'lishi kerak bizdagi ishidan ko'ra. Ya'ni rosh bo'lib qolmasi kerak edi. Rosh salgina shovqinliroq holatda bo'ladigan bo'lsa, bu harf to'g'ri holatda hosil bo'ladi. Shin harfini sifatlari 5 ta ekan, ya'ni hams, rohova, istifola, infitoh va tafashshi sifatlar. Agarda biz bu sifatlarni o'z o'rniga qo'yib o'qiydigan bo'lsak, shin harfi to'g'ri holatda hosil bo'ladi. Endi biz buni shin harfini ekranda ko'rinib turgan so'zlarni men o'qiyman, sizlar qaytarasizlar. Shu orqali to'g'ri holatda hosil qilishimiz mumkin. Sh, shi, shu, rosh, bush, shar, shaqo, sham, shak, bishru, shirbu, shahru, nashru, shukru, shurbu, mashrabe, mashribe, mashriqo, mushtahir, mushtarak, ishtahara, yashtahiru, ibron shaqo, yabron shiqu. Arab tilidagi shin harfini to'g'ri va arabiy holatda chiqarish uchun biz buni ovozli shaklini ko'proq eshitib va balandroq holatda takrorlaydigan bo'lsak, arabiy holatda, ya'ni to'g'ri holatda chiqaramiz. Agarda sizlarda bu darslar bo'yicha yoki shin harfi bo'yicha yoki birorta harf bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Shu bilan shin harfi haqida darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ma'assalama, ilal liqo.